Assalomu alaykum, sevimli azizlar, qanavvalinglar yaxshimi? Bugun biz o'qiyotgan Qum bosgan shahar romanimizningki davomini o'qishni davom qilamiz. 27-bob. Beg'amlar shahri haqida yangi rivoyatlar. Hammadanmi cho'l yigitni Beg'amlar shahri to'g'risidagi paranglar bek qiziqtiradi. Kishilarmi shu cho'lning qaysi bir yerida ilgari Beg'amlar shahri deb nom olgan ovat bir shaharning bo'lganligini hikoya qilishadi. Aytishlariga qaraganda u shaharning sepillarimi, hatto hovli oromlarining tomlarimi bo'lmagan ekan. U yerning kishilari quvliq shumliqni, o'g'irlik qilishni bilmaydi ekan. Xon, podshoh, lashkar deganlarni tonimaydi ekan. Yeydigan ichadiganning bayoshatligidan u shaharning odamlari o'ynab kulib noytim beg'am yashagan ekan. Kim bu shaharni yovlab besib kirib vayron qilibdi. U yerdagi mol dunyoning ko'pligini anglab, minglab divonalar, och-yalang'och qolgan odamlar eqib kirib bulang-talang qiyqil turibdi. Oxirida shahar cho'llishib, etiz eriqlarni qum besib, odamlarning hammasi jin olvosdi, ezit qulog'i aylanib ketibdimish. Beg'amlar shahar haqida gap bo'linsalar, yo'lovchilar ixtiyorsiz qizib, parang tushib ketishadi. Shu Beg'amlar shahriga yaqin bir joyda ketyapsam, deb hikoya qiladi yo'lovchilarning biri. Ko'zimga chiroqlar yenib turgan bir shahar ko'rindi. Ya Alloh, heliqi Beg'amlar shahri degani shu bo'lmasin, deb shaharni yondab o'tib ketmoqchi bo'ldim. Qarsam chetda bir yerda panjiralardan chiroq yorug'i tushib turgan bir uy ko'rindi. Uloqlarimning beshini shu tarafga burdim. Uyning atrofi bukkida daraxtlik ekan. Mushu yerda dam ilib ketay deb uloqlarimni o'tib qo'yib turatdim. Uy ichidan ayollarning qan ovozi anglandi. Putimning uchida mengib berib panjiradan qarsam, uyning ichi shuncha chiroyli bezilibdi. Tomlarda gilam, 3 xotin qilin ekandas ko'plarning ustida o'ltirib parang'i tushib ketibdi. Bu savdogar degan haqqa pul bosli bo'ldi, deb gapini davom qildi bir xotin. Mana, mening erim savdo bilan chiqib ketgili oydan oshdi. Har kun yo'li qarayman. Shumi kun bo'ldimi? Vey, seninkiga oy bo'pti, dedi ikkinchisi. Meningki uydan yo'qolganiga yil bo'lay deb qoldi. Tayliq u haq xayoliga kelgan bir yerda uchirgan bir paskani bilan yotadigandu. Biz bu yerda u haqning yo'liga tashna. Bu gaplarni men panjaraning yinda anglab turman. Oş, yo'q erlaringlarning orzusini qilib og'zinglarni tatliq atmanglar. Shu tapda Xudoyim oldimizga bir agishni avatmisigo, dedi uchinchisi. Voy qarig'i jittaq bo'lsin meyldi, deb qo'shildi biri. Agar g'oyibdan shundoq bir mehmon kelib qolgudek bo'lsa, kimning uyida qo'nidi, deb so'rab qoldi yana biri. Albatta meninkida. O'tganda bir kelib seninkiga tushmaganmidi, dedi ikkinchisi. Endi navbat mening bo'ladi. Senlarda insof degan bormi yo'qmi? Deb chachirab o'rnidan qopdi uchinchisi. Shuning bilan bir chiroyli paranglashib o'tirgan xotinlar bir-biri bilan chashlashib ketdi. Ay, bo'ldi qilinglar, deb eshikdan etilib kirib ularni ajratib qo'ydim. Xotinlar mening beshimdan oyog'imgacha qarshi bayram bo'ldi. O'zing kim bo'lasan? Bu yerga nerdan kelib qolding? Deb so'rashdi. Men yo'lovchiman. Biroq qo'nalg'iz deb bu tarafga burilgan edim. Varaqchirog'ini anglab nima gapgan deb kirishim, dedim. Obdan bo'pti. Bizmi yolg'izlikda zerikib o'tiratdik. Qani yuqorg'i o't. Billa ko'ngil ichib, bu zerkarlik tunni tong'i olayli. Andan sen o'z yo'lingga ravan bo'l, dedi xotinlar. Ular meni to'rdagi ekandas ustiga o'ltirg'izib, belimga payostiqlarni qo'ydi. Oldimga dasturxon selib, noz ne'mat deganingni tizivatdi. Birdamdan keyin sharob ichdik. Sharob keyib qilgan sir ko'zimga bu xotinlar bir-biridan go'zal ko'ringil turdi. Men bir yo'lovchiman. Bu kecha sizlar bilan bir dasturxonda birga o'lishni taqdir nasib qilibdi. Bu cho'llarda yurib, ayol zotini ko'rmaganimga uzun bo'lgan ekan. Ayb ko'msanglar, oranglardagi biraringlar bilan xoli birga bo'lgan bo'lsam, savdogar haq deganning nada kun kech bo'lsa, uy shu. Talabimni yerda qo'ymasanglar, deb o'tindim. Xotinlar kulishdi. Aradan biri. Bu uchimiz bir-birimizga kundash. Qani o'zing ayt, kimni ko'ngling tortadi? Qarsam bu xotinlar bir-biridan chiroyli. Birining badani qosh teshidek suzuk, yana biri qarqumchoq mehrissiq. Hammadan yosh birining bo'lsa, nipis shoykan ko'ynakda kelishgan badallar mana men deb ko'rinib turdi. Qaysini tanlashimni bilmay tangirqab qoldim. Bo'lmasa biz chelishayli, dedi yana biri. Sen kimni yiqitasang, shu sening bo'lsin. Agar uchilinglarni yiqitib olsam-chu, dedim. Ha, uchilimizni yiqitib olsang, bugun kecha navbat bilan xizmatingda bo'layli, dedi. Chelishib tushdik. Dastlab deyliq shoy ko'nglik bilan tutishdim. Jonivorning badallari shundoq yumshoq.
Xudoning qudrati bilan bu ayolni oyog'i cho'yin esib olgandek ig'ir yerdan zodla julib ololmadim. Bir chog'da u meni yonpashqa ilib yerga otdi. Ikkinchisiga tang kelolmadim. Uchinchisi tutishmayla beshimdan otildirib tashlab etdi. Xotinlar qaqoqlab kulishidi. Yiqilgan yerimdan o'milab qo'pib. Kelinglar, bo'lmadi. Boshqadan deyman. Yana tutishiman, yana yiqilaman. Nihoyat o'sal ahvolga tushib qoldim. Shundoq qilib, yiliq xotinlar bilan tong otquchi chelishib holimdan ketibdiman. Bir chog'da ko'zimni ochsam, tong yorib ketibdi. Iliq yerda na shahar, na uy bo'lsin. Atrof cheksiz qumliq. Oqshom qo'sqimga bir narsa yegandekmi emasman. Uloqlarning qo'soqlarim ichib beqiniq choplashib ketibdi. Qo'rqqanimdan chajrab o'rnimdan turdim-da, uloqlarni haydab qochdim. Hey, men sizlarga kichkina bir ishni so'zlab beray, deb gap boshlaydi ikkinchi bir mehmon. Sen uch xotinni uchratgan shu atrof rostilla teksh emas o'xshaydi. Bir kuni kechga yaqin ma'mı naq shu yerdan o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Sal ayminib ketib boratdim. Birining "Hey tosh" deb varqirag'ini anglangandek qildi. Meni bir chaqiryaptimda nima deb hayron bo'p ovoz chiqqan taraf qarab mengibdiman. Tosh, tosh degan ovoz qayta-qayta anglandi. Manga bir eski tugmanning oldidan chiqib qoldim. Qarasam, tugmanning oldida bir satang cho'kan o'ltiribdi. Umrimda mundaq kelishgan cho'kanni ko'rmaganman. Meni sizlar chaqirdinglarmi? Deb so'radim. Ha, men chaqirgan, deb tatliq kuldi. Nima gapdi? Desam, "Mavu tugmanga o'git ekilibdim. Tugmanda odam yo'q ekan, qorong'i tushgan sir qo'rqyaptiman. Manga bir kecha amra bo'lgan bo'lsalar" dedi. Amra bo'lsam bo'lay dedim. Yeliq cho'kan meni tugmanga boshlab kirdi. Qosh ko'zlarini o'ynatib, atrofimda piqirab, qoqoqlab kulgi tutdi. Nim bo'g'ini uqmayman. Uning chiroyiga maftun bo'lib, kecha tugman deshini cho'rib chiqibdiman. Yerib zodla olim qolmadi. Bir chog'da ayliq cho'kanға "Xenim tangma atay" deb qoldi. Birdam aram olmaylimi dedim. Cho'kan "Bo'pti, aram olayli" dedi. Shundoq ko'ngillik birga yotdik. Saharda uyg'onib qarasam, bir betbeshiri qerini quchoqlab yetibdiman. Cho'chirab o'rnimdan turib, yana bir qarasam, yenimda yotgan sohib Jamol ekan. U hech nimani tuymay yenik nafas elib uxlab qopti. Engishib qarasam, ko'zimga yana shu olvasti ko'rindi. Ya Allah, bu nima karomat? Ko'zim to'rlashib, bir qandaq bo'lib qoldim nima deb ko'zimni uvlavidim. Eliq cho'kanning uyoq buyoqiga o'tib toza zan soldim. Boy bu cho'kanning ikki yuzi bor ekan emasmi? Bir tarafdan qarasang to'linayning o'zi, yana bir tarafga o'tib qarasang kishining ko'ngli ilishidi. Shu qochqanimcha cho'ng yo'lga qarab to'xtamay yuguribdiman. Eliq cho'chaklardagi ikki yuzlik olvasti degani shu o'xshaydi. Bir kuni shu cho'lda eshaklik ketib berib mugdab qoptiman deb hikoyasini boshlaydi yana biri. Bir chog'da ko'zimni ochib qarasam, oldimda bir odam ketib bordi. Yondashib berib qarasam, bir ko'zi olg'a, yuzi cho'qir, tozim ko'rimsiz bir nima ekan. Tenim shurgangandek bo'ldi. Eshikimni devitib o'tib ketaversam, "Voy, adash, eshiging so'ng hojilamdi" deydi. "Nim deydi mavi oljo'qa" deb. "Hey, mening eshigim so'ng hojilaydigan ishitmidi? O'zing nima odamsan? Nimandaq kelish payqash gap qilsan?" deb qaynab ketibdiman. Yeliq cho'qir gaplarimni qaptilig'im ep qo'ymay, "Amsa o'zing tashyamsan" deydim. Bir sarang'uchurga o'xshaymi deb gapmi qilmay mengiyverdim. Qarasam, eshigim har qancha qamchilasammi qadami ostlab chiliq-chiliq tagiga tushib ketibdi. Nima alomatdi bu deb orqamga qarasam, yeliq cho'qir yo'l ustida ko'rinmaydi. Eshigimning quyrug'ida yo'g'on bir tosh chigiklik turdi. Ochchig'im nadin keldi, eshakdan irg'ib tushib, uning quyrug'idagi toshni elib yiroqqa otdim. Tosh yerga paqqada tushishi bilan eshak menimi tashlab tikraqishib chepib ketdi. Shunda qarasam, eshakning ustiga yiliq cho'qir bir o'pdan minib opti. Oqisi qarab qo'yib sat yijib ketib bordi. "To'xta, noinsof, qandaq nimasan? Birovning eshigini nega ilib bormoqchiding?" deb oqisini yugadim. Yetishib berib chopinning orqa peshidan tutib bir tortib tikanman, guppidi qilib o'ngda sog'lom oldimga tushdi. Eshak joyida to'xtab qoldi. Yiliq cho'qir haqirab to'pida yotdi. Birdamdila osmondan tushgandek yenimda bir ozozli xotin paydo bo'ldi. Kelgancha yoqamga eslab, "Voy Xudoyim jo'jag'ini bera. Sen mening do'stimni o'ldirib qo'yibsan-g'u. Voy vafodor do'stim, voy chiroyli do'stim, sana ko'z tegdi-g'u do'stim. Endi men bu yolg'izchilikning dardini qandoq tortaman do'stim" deb shig' soldi. Nim bola qag'anda men deb eli xotinga bo'lgan ahvolni tushundirgili turdim. Eliqi besham xotin. Bu odamga o'libdi. Endi men bu cho'l jazirada kim bilan mo'ngishib kunni kech qilaman? Uzoq kechalarni qanday qilib tang'a ulayman? Endi sen menga xotin bo'l, deydi. Nima deydi mavi saran xotin deb qarab qoldim.
Sen nima deyapsan? Manga xotin bo'l deyatamsan, er bo'l deyatamsan desam, xotin bo'l deydi. Qarsam eliq meninkidek ikki erning basti bor tozim yo'g'on xotinkan. Qo'rqqanimdan putqulimda jon qanmadi. Tuzuk gap qilsa xenim, xotin kishi degan xotin kishi og'ini nada ko'rgan dedim. Eliq xotin hech aymanmadi. Mavadamga 10 necha yil xotin bo'lgandim, endi seni bir necha yil bo'lsam xotin qilib baqay deymina dedi. Yo'qlan gapni qilmislar, qancha pul desizlar beray. Meni yo'ldan qo'ymislar, ishim aldirash dedim. Yonchuqlarimni o'rib qiqib, barliq pullarimni qo'lga berdim. Emsa eshikni tashlab ket dedi. Eshikni tashlab qutlug'ini xo'shal bo'lib yugurdim. Bir yeg berib orqam qarab, bayram bo'lib turib qolibdiman. Qarsam yeliq er xotin ikkisi sati yeyishib eshikning ustiga minishibapti. Bichara eshikimning beli egilib yegdigayli deb qopti. Hey, eshekning gapini qilsanglarchu bir ish esim kelib qoldi, deb so'z boshladi yana bir aylan. Bir kun yiliq sizlar parangni qilayotgan cho'lning atrofida piyoda ketayotdim. Bir eshakka ko'zim tushib qoldi. Umrimda mundoq chiroyli eshakni ko'rib boqmagan ekanman. Hech kim yo'q cho'lda tizak purab ketib o'tibdi. O'zimni piyoda menga berib o'lay deb qolgandim. Birovning karvondan ayrilib qolgan eshak o'xshaydi, egisi uchrab qolib beribdaman. Bu cho'lda ussizlikda o'lib qolmasin deb minib oldim. Shunchalik siyliq mengshi bor eshak ekan demamsizlar. Xuddi shamol uchirib ketayotgandek huzurlandim. Ozroq mengibdi ko'zim uyquga ketgandek bo'ldi. Bir chaqda tushmamsan, uyga keldik degan ovozni uyg'onib ketdim. Puzur yasangan bir uyning oldiga kelib to'xtabdik. Heliqi men gap qilgan kim ekan deb atrofimga qarsam hech kim ko'rinmaydi. Seni da'vataman tushmamsan degan ovoz yana anglandi. Qarsam ostimdagi eshak gap qilib o'tibdi. Qo'rqinimdan eshakning ustidan o'zimni yerga otdim. Uydan bir chiroyli xotin yugurib chiqib "Voy, mehmon kelib qapti-ku" deb meni yo'lab turg'izdi. Bir yerlar og'rimagandu deb kiyimlarimni qiqib uyga boshildi. Bir eshakka, bir yil xotin qarab ittikli uyga kirib oldim. Xotin oldimga turli taomlarni tizivetdi. Sal esimni yig'ib, "Ajab mehmon do'st ayol ekanlar, kimning mazlumisizlar?" deb so'radim. Yili xotin, "Yili o'zlari minib kelgan eshakboyning xotini bo'laman demasmi?" Yeyotgan narsam gelimda to'xtab qoldi. Chachrab o'rnimdan turib, "Men qaytay" dedim. Heli xotin oyog'imga o'zini tashlab, "Bu cho'lda menga odam didorini ko'rish yilda bir ikki qatimla nasib bo'ladi. Menga ishchilar og'risin. Qo'nib qolsizlar" deb yeling'il turdi. Taloqa qarsam, eshakboy eshikning oldida turibdi. Ilojisiz qo'nib qoldim. Uqsam, yiliq eshak asli usta baxsh ekan. Jillar bilan napilishaverib, oxiri o'zi eshakka aylanib ketibdikan. Uning bechora xotini eshakning didoriga qarab o'tiraverishdan bizar bo'lib, inson talab qilganda, eshakboy yo'ldan o'tib ketayotgan odamlardan birini boshlab kelib, xotinning talabini qondirdikan. Shu kecha yili xotin xo'shalligida qilgan qiliq topolmay qoldi. Kecha ko'z yummay xizmatimda bo'ldi. As eshakboy yana meni dumbis kelib yo'lga chiqib qo'ydi. Necha yillardan keyin yana yiliq yerdan o'tib qoldim. Bichara xotin esim kelib eshakboyning uy tarafga bordim. Shuncha izlab yiliq yo'lni hech topmay, yiliq uyni hech topolmadim. Hamma yani qum besib ketibdi. Hey, beg'amlar shahri ketadigan yo'l ustidagi yo'g'on qor yog'ochning tuvida juvoz cho'rgan to'xti qiziqni bilamsizlar? Dedi bir yo'lovchi bir kuni. Voy, rahmatlik moy deganni shundoq suzuk tartatdiki, ham ichiversang bo'laveradi. Shunga dehqonlar juvoz chet yerda bo'lsa-mu, qichi zig'irlarini erinmay shu yerga opirib tortib keladi. Rahmatlik qiziq gaplarga ajab usta edi. Moy tortqizgan bag'onlarni kuldirib uchun o'ziltdi. Bir kun kechasi shu juvozxonning oldidan o'tib qoptiman. To'xti qiziq rahmatlik o'lib ketib, bu juvozxon qiysib vayron bo'lib jindixonaga o'xshab qolgan ekan. Quloq solsam, juvozxondan qiyoqas cho'qon, kimlarningdir qoqirqlab kulishgan, voqirgan ovozlar anglandi. Eshikning yo'chiqlaridan chiroq yo'riq ko'rinib turibdi. Bu nima karomatdi deb hayron bo'lib asta berib eshikning yo'chiqidan qarasam, voy nimani ko'rding demamsizlar? Juvozxonning ichi qip yalang'och odamlar bilan to'lib ketibdi. To'xti qiziq ularning bir qanchisini juvozga qaytibdi. Da'vatiman-ku, hammasini onadan tug'mali holda. Heliqi matani kemgezlab berdigan Ibrohim Mata, onasini urib o'ttirayotgan Ro'zi Xumpar, 32 qatim ayak tegib chiqqan Patam Yong'oq, Niyoz Sutxo'r, yana qandaqdir men tunuydigan, tunimaydigan erlar, ayollar, ba'zilari juvozxonning temiga yo'linib o'ltirishibdi. Kulayotganlarmi, yig'layotganlarmi bor? Tova. Bularning hammasi o'lib ketgan odamlar emasmidi? Deb yoqamni tutdim. Sapsasam, juvozning ostidagi chelakka moy emas, qip-qizil qon soqib tushibdi. O'ttirdi yugurib yurgan bir necha aylan.
Mana bu palonchi boyning xotini İzzetxon eri yo'q chog'da uyga molini ekirib olib, nima eskiliklarni qilmagan. Mavo ikki ahaqning o'zaro qilishgan badqiliqlarcha deyishib, bir xotin bilan ikki ani qip yalang'och beti juvozga ko'tarib bosdi. Juvozning o'q yog'chining g'ichirlab, cho'gilab, beliqlarning ustixonlarining qaraslab sunğunini o'z quloqim bilan angladim. Butun badanim tikallashib ketdi. Mavo kishini qanday qilamiz dedi biraylan. Qarasam, bir nechisi ma'limizning ilgirki so'ylatlik imomi rahmatli Sodiq hazratni tutib turishgan ekan. Uni misolayli, o'lib ketganlarning uyiga xatmi Qur'on qilib qo'yman deb berib, tul qolgan xotinlar bilan nima ishlarni qilishmagan bu deyishib, Sodiq hazratni ko'tarmoqchi bo'lishdi. Sodiq hazrat shundoq bo'ldi, o'zimni tushay deb o'rnidan chachirab turib, yalang'och beti juvozning ichiga tushdi. Atrofdagilar ha deb cho'qon selishyotdi. To'xti qiziq kulib, mana u dunyoga berib do'zaxda kuyib azob tortqaninglardan mening juvozxonamdan poklanib ketganinglar yaxshi ish bo'ldi deb xushal vaqir aytdi. Yugurganimcha ma'lik kelib ko'rganlarimni ma'lining yeng imomiga so'zlab berdim. Taqsir Xudoning qudrati bilan rahmatli Sodiq hazratni shu yerda ko'rdim. Bandichilikda gunohdan xoli bo'lolmaydi ekanmiz. Hech kim cho'ng so'zlamasi bo'ldi ekan. Bu dunyoda qilgan etganlarimizning so'riqini dal to'xti qiziqning juvozxonasida bo'lib o'tibdi dedim. Yeng imom, sen Sodiq hazratga to'takkizuvchi bo'ldingmi? Yo'qol ko'zimdan deb qo'g'lab chiqadi. Ishonmaslar o'zlari berib qarab baqslar deb g'o'dingishib qaytib chiqdim. Yeng imom, xap Eti bomdod namozda darriga besib ko'gilgan ko'rsatmasam deb vaqirab qoldi. Yo qudrat, etsi yeng imom o'zi qandoq bo'ldi demamsizlar? Sahardala yeng imom bir ko'ziga lota bog'lab ko'chada piqirab yuriydi. Uxsoq, bu imom meni tillab chiqarib deb, bu betchiga ras aytdimi, yolg'onmi deb gumon bilan asta juvozxonaga berib marlabdi. Qarasa ras juvozxonaning ichi qizib ketgan. Sodiq hazrat tehiç juvozning ichida cho'gilayotgandek. İmam ulug' oyatlarni o'qib deb subko'shlabdi. Oyat kuchini ko'rsatdi bo'lgan ehtimolim juvoz eg'irlashib, juvoz cho'rayotganlar butun ololmay qopdi. Atrofdagi yolg'onchilar nima gap bu deb hayron bo'lishibdi. To'xti qiziq. Bizning ishimizni ko'zlayotgan yotko'z bormi qandoq chiqib qarab yiqinglarchu debdi. Yiliq yolg'onchilar eshikni ichib chiqibla imomni tutib olibdi. Ollu tov degini unamay so'rab kirib juvozga ketibdi. Juvoz cho'rtibdi. Imom kechichi juvoz cho'rib hech holi qolmay yiqilib qopdi. Saharda hushiga kelib ko'zini ochsa atrofida hech kim yo'q. To'xti qiziqning koni juvozxonasida o'zi yolg'iz yotqidek. Shuningdan bir bechora imom bir ko'ziga yog'liq tengilib, beka turmay piqiraydigan bo'lib qoldi. Beg'amlar shahri haqidagi rivoyat cho'chaklar bek uzun ekan. Davomini davomliq o'qiydi mabobni ikkiga bo'lib. Chunki bek uzun ekan qarasam, yomon uzarib ketgandek. Bu qiziqarliq, ajoyib g'aroyib rivoyatlarning davomini o'qiyli. Bir yana uchaylan bor ekan qo'mish kechada anglayotgan. O'qitaymi? O'qibdi-ya. Mushu kechada uchaylan anglayotibdi naq maydon kirib. Peygamber shahar to'g'risidagi yangi gaplarni anglamsizlar, dedi bir kuni bir savdogar sifat odam choy ichib o'ltirib. Yiroq bir yerdan mol elib kelyotdim. Peygamber shahar atrofidagi bir cho'ldan yolg'iz o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Ketyapman. Bu uzun cho'lning oyog'i ko'rinay demaydi. Bir chaqda qarasam, oldimda bir ayol yo'lning chetida bo'p tutib o'ltiribdi. Chochlari qo'ng'ir, oq seriq kelgan, noit kelishimlik cho'kan ekan. Meni ko'rib o'rnidan turib salom berdi. Kulimsirab turib, çölde yalğız meňişden eýmendim. Ulaglarynyň birärleriga mindirip aslary, sizlige emra bolgan bolsam, dedi. Çöl digende emra bolup maňaýly diýen edem ýok digil bolmaýdy-da. Bolady dedim. Ýükini girek bir ulaqqa mindirip goýdum. Iliq ayal ýol boýy şerin geplerni qylyp köňlimni kötädi. Bir çagda külki bilen ulagnyň üstünden maň qiýap ýakyp, "Bayaka, öýlerden aýrylganlargamy uzun jahan bolgandy. Mana bu çölde işkimiz yalğız ketipdimiz. Abi çolaq toğraqның saýysida toqtap birdem aramasak dedi. Men xotin bolçaqlarym bar adam, ähli musulmanman. Meni mundaq gunalyk işlarga başlama. Ýani muşundaq geplerni qysaň ýolda taşlap ketemen, dedim. Qarasam bu ayolnyň telmirip garaşlary janyny alady. Külkisi şunça mulaýym, çyraýymy ajaýyp ýakyşlyk. Bir turup, bu adam siýahy kirip algan şeýtanyň özümi qandaq? Nemişqimi ony ulaqqa mindirip algandyman dep qaldım. Çokan jimip ketdi. Ýen azrak maňgandan keyin
Undaq bolsa, meni oldimizdagi oldi qo'ydi bozorga apirib setibeslim bo'ludi, dedi. Oldi qo'ydi deganing qanda bozor u? Dedi Meyran bo'lib. Voy siz Suriya turib texicha oldi qo'ydi bozorini bilmamla, deb mendan battar hayron bo'ldi Eliq Cho'kan. Bizning bu yerda shundaq bir bozor bor. Bozor kuni u yerga agi tegadigan tul xotin oldigan bo'ytaq, ajrashadigan er-ayollarning hammasi keladi. Xotin qo'ydi, yana ba'zilari erdan chiqadi, erga tegadi. Mana bugun toza bozor bo'ladigan kun. Ba'zi mollarni shu yerda foydasiga setib qolala, o'tinib qolay, meni shu bozorga olib setibasizlar, deb yolvorqoltidi. Nim deb oljayotganda ma xotin deb hayron bo'ldim. Achchig'imda. Men olib setibetmisanmi? Erkakdan kelgan bo'lsa o'zing beribli bizga tegivermamsan, dedim. Sizlar uqmaydilar, u yerda eri yo'q saltan xotinlarni ancha pulga olmaydi. Olsimi uyga olib xo'rlab, nayt ig'ir ishlarga soladi. Qancha cho'ng mo'tivar, boy savdogarlarning xotini bo'lsa, shuncha qimmatiga setib oladi. Menga bir yaxshilik qilsizlar. Sotgan pul yana o'zlarida naq qoladi, dedi. Bilasizlar, biz savdogar haq degan bog'u foyda tegadigan ish bo'lsa, hech nimadan qaytmaymiz. Ichimda bumi bo'ldigan gap ekan. Xuddi yo'lda tepib olgan narsani setib, pulni yanchiq solgandek bir ish bu. Bo'pti. Oldi qo'ydi bozor degan bozornimi ko'rib boqay dedim. Cho'ng yo'ldan burilib, Eliqqa Cho'kan boshlagan bozor tarafga mangdik. Uzoq mangmayla keng bir ko'lning bo'yidan chiqib qoldik. Ko'l bo'yi atrofi daraxtlik cho'ng bir bozor maydoni ekan. U yerda musulmonlar, buddistlar, otashparastlar, demislar, qortillik, qo'ng'irtillik demislar, aytavr hamma tabiqa, hamma rangdagi odamlar mig'ildishib yuribdi. Xonimlar, yigitlar, ajrashadiganlar, to'y qiladiganlar shu yerda gapini pishirib bitishadigan gap ekan. Hamma odam to'p aralab yigitlarning, xotinlarning to'p aralab Hamma odam to'pni aralab, yigitlar xotinlarning sag'risiga, xotinlar yigitning bo'ytirg'iga qarab yurishidi ekan. Bu oliyshil qiyomatni ko'rib ko'zlarim olichakman bo'lib ketdi. Umrimda bundaq cho'llikdan qancha qitim o'tib, bu bulung puchqoqdan shundaq bir g'alati bozorning borlig'ini anglamagan ekanman. Ularni bir chetga bog'lab qo'yib, amdli kishilarning orasiga kirib turuvdik, biraylar yenim qistab kelib. Bu xotinni sotmoqchimi dedi. Sotaman dedim. Undaq bo'lsa mana bu yoqqa deb bozorning bir tarafiga boshildi. U yerda bir shiraning yenda bir oqsoqol o'ltiribdi. Yenda qumush qalamlarini tutib turgan ikki kotibim bor ekan. Eliqi bizni boshlab borgan odam cho'kani bir egiz supining ustiga chiqarib qo'yib, vaqirib xarida yiqildi. Oy xaloyiq, mana bu Iroqdan kelgan katta bir savdogar, musulmonning xotini, musulmon ayollarining pokizligini aytmasammi bilasizlar, savdogar sapa ustida qiynalib qopti. Bu go'zalni mushu yurtlarda qoldirib ketishga o'zi rozi. Qani kim oshidi 100 tanga deb varqadi. Atrofda birdamdil odam o'lashdi. Oradan biri 150 dedi. 200 dedi soqolliq biri. Oradan biri yigit chiqib cho'kanning atrofini bir aylanib ko'rdi. 300 dedi. Ko'nglimda bu cho'kanni shu yigitga loyiq ko'rib turatdim. 5 degicha uning bosi yana 400 tangaga o'rlab ketdi. Orqadan biri 500 deb varqirdi. Shunday qilib Eliq cho'kanning bosi 500 tangaga bitdi. 100 tanga bozor haqqi, 50 tanga oqsoqol qoldi, yana 50 tanga qog'oz qalam alla bir nimalarning haqqi. Mana sana tegishlik bo'l deb qo'lamga 300 tanga kumushni sanab berdi. Eliqi bizni boshlab kelgan adam. Qarasam cho'kanni 500 tangaga setib olgan dividek yo'g'on bir melon ekan. Ayol man qiyolmaganda qilib qarab qo'ydi, ichim og'rib qoldi. Nemishqim yurtqa ketib nikoh o'qitib amrimga olmagan bo'g'aydim deb qoldim. Ayol men tarafga talpinib Kel, hech bo'lmaganda seni bir quchoqlab qo'yay dedi. Men uningga mag'zimni tutib berdim. Xo'shlashganimiz shu kundan e'tiboran nemishkim bilmayman. Mening yuragim og'rib turdi. Bu yegungacha yuraklarim kuyib turdi. Payg'ambar shahri haqidagi ajoyib g'aroyib rivoyatlar mishada tugadi. Davomini davomli o'qiymiz. Allohga omonat, at ko'rishaylik.